do'stlari ham chiqyapti. Biron kun jiyanlarimni olib biznikiga o'tinglar. Oyim ham juda ham sog'ingan. Borarmiz biror kun. Oyjon o'zlari ham qo'ng'iroq qilgandilar. Aytibman-ku, juda ham sog'ingan. Meni qo'ying, o'zingizda nima gaplar? Kuyov, bolalar hammaligi yaxshimi? Rahmat, xudoga shukr yaxshi. Bolalar ham ancha katta bo'lib qolishdi. Ko'z tegmasin. Keyin men ham akamdan foydalanib, erimni ishli qildim, mashinali qildim. Shu desangiz pul kerak bo'ldi deguncha shatta akam oldiga borib olaman. Siz hech ham xavotir olmang kelinoyi. Sizni hamma alamingizni akamdan o'zim olyapman. To'g'ri qilasiz. Bundan battar qiling, ko'proq pul oling. Bizga ishlatmagan pullarni loqal jigarlariga ishlatsinlar. Ha, shuni ayting. Ha, dapano ko'chadagi harom ishlarga sarflamasdan. Shuning uchun akamni boplab pishirib yuribman. Agar sizga ham pul kerak bo'lsa, shunday aytsangiz, olib beraman akamdan. Yo'q, kerak emas. Biz hamma narsamiz yetarli. Bolalarga vaqti-vaqtida kartaga pul tashab turibdilar. Siz ham ko'p pul olavering kelinoyi. Qonuniy haqqingiz bor sizni. Ama. Voy, qalaysizlar, yaxshimisizlar? Ha, namuncha katta bo'lib ketdinglar. Kelinoyi katta bo'lib qolishibdi, ha? Kelmaganingizdan keyin shu dammajon siz kelib turish kerak. Men sog'indim.